Bismillah. O yetti yine bu. Yine. Bu neyim? Ben işlettik mi? Ha. Bu işlettik peki. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Biznesmen og'alarimiz, ukalarimiz uchun Xivada, Angarikda kompressorli idoraning yonida tayyor biznes sotiladi. Gazoblok ishlab chiqarish stanoklari, apparatlari, yeri, hamma narsasi ishlab chiqarish biznes sotiladi og'aylar. Sizlarga qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Qaranglar, bu oddiy gazoblok ishlab chiqarish zavodi emas bu. Katta zavod, bundan katta apparatlari bor ekan. Hozir sizlarga bir qator ko'rsatib, adresini ham tushuntirib, adresning lokatsiyasini kommentariyada qo'yib, keyin ana videoni boshlayman. Video foydali bo'lsa, albatta like ni bosib ko'raverasizlar. Obunachilar, videoni to'liq tushuntirib boshlaymiz. Qaranglar, bu yerning adresi Xiva Angarik mahallasi. Xiva Taxta bozordan to'g'ri o'tib kelasizlar, kompressorning ko'pirdan, kanal bo'yi ko'pirdan o'tasizlardan o'ngga burib kelaverasizlar. O'quv markazi bor. O'quv markazidan o'tganda o'ngga burib to'g'ri kelsangizlar, shu darvozaga kelib burilasizlar. To'g'ri kelaverasizlar kanal bo'yidan. Qozoqlarni hamma. Qozoq elatda aytilanmi? Qozoqlar. Shundan kelsangizlar, shu yerda ko'k darvoza bor, shundan kirib kelasizlar. Endi lokatsiya qo'yaman, bemalol lokatsiya orqali kelsangizlar bo'ladi. Bizlar Umid og'am o'zini, o'z biznesini tushuntirib beradilar, o'zlarining oldida o'zlari sotadilar. Xudo xolasa. Og'a Umid territoriyani tushuntiringiz endi. Territoriyani shu darvozadan kirgandin ishi 30dan chetini adongmisin, territoriyangizga beyanadingmi? Ben bilan ham hech kim ishi yo'q, shu 30 chetin. Ishi birdan oxir berang, to'g'ri, ko'chaning oxiri. Shuda yana bog'lari bor og'alar. Ko'rib boraverasizlar. Bir o'zi razmeri necha ber og'a? 1000 necha dedingiz? Dokumentda 1800 kvadrat. 1800 kvadrat yer maydoni hozir ko'rsatgan joyimiz. Ko'rsatchakimiz. Shu bog'ni shu yerdan kelsangiz yana bu zdaniya ham shu territoriyaga kiradi, shu zdaniyaning. Shuni oxirini adong. Uni Aryan tarafidan yo'l 22 metr yo'li bor. 22 metr enli yo'l bo'ladi. Bu yana chiqadi ekan. U ya o'quv markazidan o'tgan yo'lga chiqadi. Kompressorni idora ko'rinib turibdi og'alayni. Shu zabor, sho'rlar, shu og'amni isofindayni. Kelib ko'raverasizlar. Bu yerda yashash joyi, masalan, bu yerda gazoblok chiqaraman desangizlar, ishchilarning yatar turar joylari, uylar ham bor. Bu yerda yana katta zdaniya solyaptilar kelinlar bu yerdan og'alar, shu gazoblokdan. Gelib ko'radigan biznesmenlar bo'ladigan bo'lsa, kelib ko'rib qiziqib ko'raverasizlar. Yana bu yerdan betonlarni qo'yib beribdilar. Vodoprovod kelib turibdi yana. Ha, vodoprovod, svet, gaz bor-ang bu yerda. Bor, ko'rsatib o'tamiz og'alar bu yerda hamma borodini. Yana bloklarga qarang, bu yerda pakaza bloklarni chiqarib qo'yibdilar. Gazoblok shunday ishlab chiqariladi bu yerda yana. 25lik. 25 30 60 bu. Bunun qalinligi 25, ang? 25 30 60. Buni sifatini men isbotlab ko'rsatib berishim shart emas. Bu og'alar kichkina apparatlar kelib turibdi-ku, penablok, gazoblok qo'yadigan apparatlarni vodiydan shu biznesni akkalib sotib o'rnatib berib turibdilar. Bu bunday apparat biznes emas bu. O'sha katta zavodni, rossiyskiy zavodning apparatlari bular og'alar. Keyin biz aboradlarni ko'rsatib boramiz. Birinchi Kotelnisin almash. Kotelning xona bu yerda gaz cho'tishga olayna, gaz bor, gaz ishlab kelib turibdi. Ha, yaqindan ko'rsatasizmi? Mana. Ishlab turibdi og'alar. Bu yoqda bu kotelniga qarang. Bu oddiy stanok, oddiy apparatlarda bunchalik nima bo'lmaydi. Kotyoli bo'layinda, yo'q, sushitga. 350 litr suv aylab turadi bu yerda. Ha. 90 gradusda aylab turadi. Har 10 minutdan 200 litr suv yetirib beradi. Mana. Ajoyib. Gaz kelib turibdi og'alar, nasoslar, mana bochkalar, suv bor, svet bor. Muammo yo'q. Gazoblokchilar bo'lsa, o'sha yerga kelib to'g'ri ishlatib, ishga tushirib bersangizlar bo'ladi. Yana hozir bu paka ishning rushnoy solinadi. Masalan, bu yerdan chayasi, sementi solinadi, qaltaklab, arvalab, chalaklab solinadi. Yana bu yerda sement turadi, O'shadan o'zi tortib ketadidan, u bo'shga borib rastvorni qarad ekan, keyin ondan ya ximikati mavzusi ketadi ondan, Ximikati solinadi. Ko'p kimi mavzusi. Oshni yo'q ketadidan keyin yana solib beradi uni. Buni lekin ya aytib o'tganingizdek, o'zi mashina bilan indiradigan, quyadan otib ishlasam bo'ladi buni o'zgartirish kiritib o'zi o'zgartib emas, bor. Apparatlari bormi? Bor, hamma narsasi bor. Ma'lumotlarni Umid og'am o'zi gelsangizlar tushuntiradilar. Bu yerda yana chiqib turib, bu yerda telegraf ketib. Doğru aparatlara qo'yiladi keyin bu yerda. Moshinasi 2700 mana, yana bunda to'pli poli.
He bu su şilke içanı toplayıp olma bunu. Hava Şöyle kızıp pişedi daha şöyle blokla. Pişip çıkadı. 600 blok sığadı bunun içine. Bir dükkanda 600'ün dükkadıyla pişip. Yeşilden zanadan pişip çıkan bu. 3 set durады. 3 saat durады. Yine bunda toplayıp ol neler. Şunda ağa beyde bir kuyganda bir günde neçeni koyup işlep çıkarsa oladi. 2 adam 500 blok arkadan çıkarады. 2 işçi, he? 2 işçi. 2 işçi 500 blok çıkarsa bir yeni aparat koysa 1000'den çıkarsa boladı dep turasız mı? 1000 çıkarsa boladı. 1000'ni çıkarsa boladı, he? Yine bu kalıplar indi. Hava bu bir yerden yığılanıp yetedi kalıp arkalardan teyarı baradı. Keyin bir anda Yani hemesi bir yerden çıkıp geldi. ağalar yine bu kalıplarını gıldırekte gitedi ki bula iteler. Yaş ballar ama azgın itelese yürüp giteveredi dediler onu. Keyin aylanıp bunda kuyulganı barıp durup aylanıp su şilkeye giredi eken bu. Küteri veriyor muydu ona? Doğru itelep kaltakta O girdi. çünkü kütelmedi. Yine keyin abonasılar ağalar Teyarı bir yerden çıkardı. çıkadı pişip çıkadı bir andan ay. Kalıpla şöyle bızıladı. Açıladı bir ay. Açıladı. İki namında 60'a kesedi reis kesi. 60'a dikini kesip verdi. Dikini kesedi. Astı üstünü kesip verdi. Keyin bir an ötedi. Keyin bu yine bu kalıp nemiz stanokumuz 30'a bölüp verdi bu. 30 santimetreden. Diş dersinin bununkini gösterdim ağalar bu çıksını. Yine bir şaklatı kesedinden bu yine. Şak şak Kilogram şak mı şak yarısı şak şak. yarısı. Baralı. Bu ne yine bu ne işitedi bu? Bu üstünde yanlı işçisini alıp midelep verdi. ha, Bu karan. sığmalık sebebi çette durttu. Kalipa salgandan keyin de bu berbi gaza buluk çişedi koyun. Hava. Üstünü lişisini kesip alıp verdi Hava bay. hava. Şunu alt taşıydı onlar tabi. Keyin bir anda enini 30'a kesedeken. Bir Yine andaki ki 5 santimetrede öz yeredi. Halan razmeri kesip verdi. halan özgetirip koyardı bunu. Halan razmeri. Hazır 15'lik tuttu bunda. Abunaçılar bu işlep durgan raboçi sastiyanede hazır bu. İşletip verin gel bunu. Ha bu andan. Gani. Bismillah. O yetti yine bu. Yine. Tinha. Sana ekelip teyinde koysa oldu. Hiç Sesi tabi yok. iş yok bunu. Gıldırakta keleyip cana metkelep koyasla razmere şaklat özü keseveredi eken bunu yine. İşlep duruptu. Hem evvelce işlep duruptu eken ağala bunu. Alıp durup bunu basasla ölçedi kesip boğandan keyin. Bu ne? Babam işlep duruptu. Ha. Babam işlep duruptu eken. Ana bunu ölçür vereyim. Düşündüğüm biznes ağayneler. Bir anda hacetxanası. Yan tarafta. Yani o netirem göstertemiz hazır. İçanda yaşaş şaraitini göstertemiz. Manam göster. Manam karatı. Hey. Bu ne? Bam işli mi? Bu. Ha bu. Lentede baytılar değil mi? Lente. Bu çıkı lentesi keser onu. Aylandır şağlar. Koşayım ya. Yok hep oldu göründü bu. İşleyenini göstersek bu oldu. Yetiştin yargıda baytalar. Demek ana yargıları işlep durdu. Aylanıp teyar Gelip mahsulat görüverəslər. işi iki Katardan geldi. Her kasına 20 rupa dondan sığadı. Karan ha. Demek bu yerde kuyuladan Hava. kuyulgan diyeyim bu yere giredi ahır. Bütün. Seli kalıpa kuyuladı ben. Bütün kalıpa Aa. kuyuladı. İşini doldurup kuyup su şilkeye girediden keyin kes jarayanını ötediden aylanıp keyin bir yandan Teyar mahsulat Teyar anında olup- bart tuttu. bana başa geleden teyar olur. Ha. Sağ ol. Planlaştırılgandan yenmesi. 15'lik dese 15'lik, 20'lik dese 20'lik. Zakasa karab çıkarıveradı. Yine ala bu Yine pena bu blok, sene 15 pena eki. blok emas, bu gaza blok bu. Gaza İçini blok veren bu. neyine? Sertifikat alıngan bana her şeye. Kattılıkını görün. Ya bu ne? Bu başkaça bu. Addi nelerden emas. Gaza blok, pena bloklardan. Sertifikat alıngan desin. Hemen her sene bu gaza blok da baytadılar. Lekin gaza blok emas köpüsü. Gipsa blok, pena blok. Lekin bu çiztin gaza blok. bu. Köpsüne barmak girip giredi bunlar. Onu değil yok barmak giredi. Bu başkaça var. Şimdi yakında gördük, bize görmeyenedik. Altılık şuruba bir çele çay yazdık. Hiç etmedi. Çele bir kalta sement aspirerler amba. Yok, o köp katta basa o iç soğuk saklamıydı o. Ha. Beton var Veren var ona mahkeme Beton ettimde var. bunu Ha, o. mahkeme etkenindeki Mahkeme ettimde bunu etip koymuyor onu. oldu. Ağalar bedeyine o kaliplerini kütər bir yana ötürədən bolsanızlar yine bunun kütərədən özünü kıranan var eken bunu yine. Başı padonunu doğru duruşunu küterip padona koyup veradi o. Yaxşı. Demek hem özünü işletip özünü düşündürüp berəsiz.
Ağa bularni necha etsak bo'ladi bularni? Bularni rotmont ishlasa bo'ladi. Bu ham ustini kesib olingani bulayindan keramzit hisobi depaga salsa bo'ladi. Qaytadan o'zini yuvarsa bo'ladi. Bu chiqqan og'aylar, yani 60 dan ziyodini kesib oladilar. Keyin bu lishnisi. Rotmont ishlasa bo'ladi deysan bundan, ha? Rotmont ishlasa bo'ladi, ana rotmonti. 5 yil oldi ko'rganim ish yura. Ozgina endi prova etib netdik. Ana tuvaletlari. Bunda hojatxonasi. Ben ibernav. Bu. Sklad, ha? Ko'rsataymi? İçinde aşağıya İtemin neler yaptı. Gazabloktan itemin kursku. Sağ. Hem mer gazablok ağala. Yine rotmont. Gazablok. Hey. Bu общем kuyaş ama yok mu ne? Ha bu rotmont mu? Rotmont. Bloktan rotmont, ha? İşlengen narsa. Yine. Acayip. Yaxshi, demak, ishondan bir ko'rsatib berali. 17 yarım, 6 yarım yine bu. Zanyang ber qurilgan. Ha. 6 yarım, 17 yarım. Gaz Ket var. qo'yilgan. Svet Katyol var. bu ayna, katyol. Birini topli pol dedingiz axir. Polni topli pol. Topli pol. Seshka. Keyin bu yoqda yana bir katta zal bor. Ichanda yotadigan yeri bor, xonasi. Eng bundisini bir xona. Ko'rsatib beraver. Ko'rsataverim bu yoqdan. Xolodilnik ishlab turibdi ekan. Gazablok reklamalari bor ekan yana bu yerda. O, katta ekan-ku bu yoq. Bu yerni prosta ertang kimani ichish yoqadi, shuning uchun 7 yarım hozir 6 yarım qolib turibdi bu yerda. Bu ishchilarni joyi og'aylar, ishchilar yoki o'zlaringiz Bo'lib yashab ko'paytirsa bo'ladi. yashab turib, ishni aylantirib, biznesni aylantirsangiz da bo'ladi. Hozir biz u darozdan kelaverishda shurada turib video qildik, boshladik. Ben yonbosh tarafidan ber. Meyvelar bor ekan bu bog'da yana. Ne shunday og'aylar. Bu tarafdan yo'l ketadi dedingiz. Shu yerda yine 22 metr yo'limiz bor. Bundan sonra yana chiqadi. 2 etajli teyine çıkadı. Qachon yo'l etib beradilar? Bir güzekte şunu asfalt etib beramiz deb aytib turibdilar. Vallahi gap yo'q. Yaxshi. Asa berindi. Ağa, necha so'm qo'yadim bo'ldingiz bu yerni? Pulini 100 deb aytava yaxshi aytsan. 100 aytiladi qanday? 100 ming aytiladi. 100 ming yo'q. Hava endi sho'rni o'zlari tushunib oladi deb 100 ming ko'katda. Sanatni o'zi dokumentini ko'rsataman. 73 ming dokumentini ko'rsataman. 73 ming. Tut bor ekan qo'ymadi. Eng topilmas mevalardan birisi. Shol tut bor ekan aqaylar. Pishtiribdi ekan. Hamma narsa bu ana giloslar, hamma narsa bor. Ba'da yo'q narsa yo'q. Men o'zgartirishlarni kiritib bersa bo'ladi. Shunda berni dokumenti, nechkaga berni dokument. Dokumentini ham aytali naturarmi? Dokumentini gaplashamiz. Az naturarmi dokumenti? Natural. Dokumenti natural, tayyor. Agarda berni oladigan odam bo'lsa, odlarni o'tirib berasiz, to'g'rimi? Odlarni o'tirib beramiz. Biznesni oldini o'tirib berasiz. Shu firma bilan. Firma bilan, shuni ayttirman-da. Firma bilan. Firma bilan to'g'ri adlarni o'tirib beriladi, og'aylar, natural. Kelib ko'ringlar, zdaniya, na katta, bu territoriya katta. Necha balkim boshqacha ideyalarni chiqarib, yosh ukalarimizmi, biznesmen, og'alarimizmi boshqa ideyalarni chiqarib, boshqacha yo'nalish o'zgartirib berarlar balkim. Ha, shundan ko'ring. Uyda narsalari bor, elektrotellar turibdi. Ichondan uyda kompressorlar turadi. Shu yerda ish qilib hozir nov ko'rgan bo'lsalar, shu bilan shu yerda qoladi axir, to'g'rimi, oladigan bo'lsalar. Ha, hech narsa olib ketibman. Ichonda uyda endi o'zingizni shaxsiy narsalaringiz. Ichonda u yerda endi shaxsiy narsa biz. Ha, unday narsalarni olib kerak ketadilar. ham qoladi. Uyda 380 ne turibdi? Dvijokka turibdi bu yerni. Ha, ish qilib bu oborodonelarni hali doполнительный qo'shimchalar ham bor, hali biz aytib o'tmagan, ha. Hali uyda ham yotibdi, ana uyda ham yotibdi. To'g'ri, nereden poddollari ko'p hali ichondan. Tushunarli. Mana tushunadigan odam poddonni so'raydi, boshqa narsasini so'ramaydi. Necha poddoning bor deb. 100 poddon bor. 100 poddon bor. 2400 blok sig'adi. Tushunarli. Asa qolgan ma'lumotlarni og'alar Umid og'am bilan o'zlaringiz gaplashib, kelib ko'rsangizlar. Hozir men baba bu biznesni tushunmayman, nov apparat bor bilan, yana ichki apparat bor, to'g'ri tushunmayman, bilmayman. Hali qo'shimcha narsalar ham bor ekan. O'zlaringiz kelib, ko'rib, ustidan maslahatlashib ko'raverasizlar. Biznes ma'qul bo'lsa, ana dokumentlarni adlaringizni o'tkazib beriladi. 100 ming aytiladi. Kelishasizmi shunda? Tayyor. Kelishinglar lazım olsang. Azmoz kelishinglar. Asa og'alar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib berdim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda görüşguncha bu videomizni og'ayni jo'ra biznesmen og'alarimiz bo'lsa, nima ish etsam ekan bitta pul boradi, nima biznes etsam ekan deb o'ylanib yurgan og'alarimizga shu videoni tashlab qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda görüşguncha.